Assalomu alaykum akalar, ukalar, opalar, singillar. Yaxshimisizlar? Charchab qolyapsizlarmi? Sizlarga yangi zo'r video chiqarishga harakat qilyapman. Shuning uchun 1-2 kun video chiqmadi. Do'stlar, zo'r video qilaman. Bunisi bomba bo'ladi. Sarmoyasiz oddiy pul ishlash yo'li. Do'stlar, bizga buning uchun mana bu bot kerak bo'ladi. Gmail Fermer bot. Do'stlar, kirganlaringda mana shu narsa chiqadi. Mana start bosgandan keyin shu narsa chiqadi va tagida mana pastda to'r nuqtacha bor. To'r nuqtachani bitta bossalang, registratsiya new account. Qisqa qilib tushuntiraman do'stlar, bu juda ham oson. Video cho'zilib ketmasligi uchun bitta bosasizlar. Mana bosganingizdan so'ng sizlarga mana shu ma'lumotlarni beradi. Shunaqa Gmail yarat deydi. Sizlar buni yaratish uchun qayerga kirasizlar? Xo'sh, mana bu tomon o'zingizning Gmailingizga kirasiz. Kirgandan so'ng mana bu yerda boshqa hisob yaratish bor pastda. Ko'rsataman uni ham. Mana boshqa hisob yaratish. Shuni ustiga bitta bosasizlar. Google'ga bosasizlar. Xo'sh. Ozgina vaqt olishi mumkin. Vaqt olgan joylarni o'tkazib sizlarga ko'rsataman. Qayerlar? Mana bunaqa narsa chiqqandan keyin sizlar bu yerga yozmaysizlar. Mana bu yerga hisob yaratish. Hisob yaratishni ustiga bitta bossalaring. Shaxsiy foydalanish uchun kimlardir ruscha bo'lsa, o'sha birinchisini bosadi xullas. Birinchisini bosgandan so'ng menga imya deyapti. Biz mana bu bot orqali olamiz. Bu yerga mana yozilgan. Mana shuni yoz deyapti. Ustiga bitta bossalaring kopiya bo'ladi bu. Anderson. Mana bosdik. Endi pastiga hech nima yozmaysizlar. Keyingisi bunday oy, yil farqi yo'q buni. Misol 2002 yozib tashlaverasizlar. Erkak bunisini. Bunda ahamiyati yo'q. Yozasizlar. Yozgandan keyin Gmail yoz deyapti. Gmail yozish uchun buni endi bu yog'iga muhim joylari ko'rib olinglar. Endi mana bu yerda bergan Gmailni yozamiz. Mana bu yerda bergan Gmail bor. Shuni ustiga bunday bossalaring bu ham kopiya bo'ladi. Bu tomon o'tasizlar, shuni kirgizasizlar, keyingisini bosasizlar. Parol yoz deyapti. Parolni ham shu mana bot aytadi. Mana bu parolni qo'yishdi. Mana shu parolni kopiya qilib olasizlar. Bu parolni ham bitta bosasizlar. Mana o'tyapti o'zi. Shundan keyin telefon tasdiqlash degan narsa chiqadi. Tasdiqlashni bitta bosasizlar. Bu Gmail ro'yxatida bitta chiqib qoladi. Keyin nima qilasizlar? Birgina ishlagan qoladi sizlarda. Misol shu akkaunt deylik. Buni Google hisobingizni boshqarish degan joy turibdi tepada mana. Shu yerga bitta bosasizlar. Bosganingdan keyin avtomatik ichkariga olib kiradi. Sizlarda mana bunaqa narsalar chiqib keladi. Sizlar xavfsizlik va kirish. Shuni bosasizlar, qulfchani ustini ruscha bo'lishi mumkin sizlarda. Bu yerda mana undov belgilari turibdi. Telefon raqamini kiriting, zaxiraviy. Чтобы ertaga bu email qulflanib qolsa, yangisi bilan ochish degan nima chiqadi. Xullas do'stlar, sizlar mana bu emailga kirasizlar. Xo'sh. Email kirgandan keyin email kirgizing deydi. Zaxiraviy email deydi. Plus mana pastda email tugmachasi turibdi. Sizlar keyin qayerdan email olishni mana domenni bosasizlar. Keyin complete pastdagini bosishing kerak. Pastdagini bossalaring, mana bu yerda pastda mana email chiqardi. Shu emailni olasizlar. Shunga bitta kirgizib saqlashni bitta bosasizlar. Bo'ldi. Всё. Keyin botga qaytib donet tugmasini bosasizlar. Keyin tekshiryapmiz deydi, yo bo'lmasa avtomatik sizga qabul qilinadi va sizga pul beradi do'stlar. Hozir men boshqa ochmoqchi bo'ldim. O'shaning uchun buni kirgizmadim men.
Keyin do'stlar, pullaring avtomatik tushadi. Tushgandan so'ng mana misol uchun men ikkita akkaunt ochuvdim. $0.54 berdi. Endi buni yechib olish payout shunga bosgandan keyin qaysiga chiqarsak bo'ladi endi? Tron deylik mayli. Tron saytini ber deyapti. -20 adres tirig'i. Xo'sh. Sizlar Trust Walletmi endi bilmayman. Xullas o'zlaring bilasizlar. Xohlagan nimaga chiqarishlik mumkin. Xo'sh. Trust Walletda yangi ochganman men buni. Tirig'i qidirtiramiz. Mana tirig'i chiqdi. Buni deyapti, siz o'zingizga o'tkazish uchun deyapti, adres solishni to'ldiring deyapti. Men yangi ochganim uchun bunaqa narsa yo'q menda. Chiqmadi. Shuning uchun sizlar o'zlaring xohlagan kasholotga chiqarishlik mumkin. Har xil adreslar bor mana. Aytsalaring. Telegram stas qilib chiqarib olsalaring bo'ladi. Yulduz misol uchun. Buning uchun $0.77 kerak. Bitcoin Cash, Dash, Dogecoin xohlaganlaringga chiqarsalaring bo'ladi. Puliga qarab minimum qancha chiqarish mumkin, shularga qarab chiqarib olsanglar bo'ladi. Men endi kashalog yangi ochyapman. Ochgandan so'ng sizlarga chiqarib Telegramga rasmini tashlab qo'yaman do'stlar. Chiqdi yo chiqmadi deb men sizlarga aytib yuboraman. Lekin buni ko'pchilikdan eshitdim, ko'rdim. Isbotini chiqarib beryapti do'stlar. Iltimos obuna bo'linglar, Telegramimizga o'tib qo'yinglar. Telegramni qaytadan yurgazishni boshladik. O'sha yerga saytlar, hamma narsani tashlab boramiz. Bu yerda linki, sayt, pul chiqqan, chiqmagan hamma axborotlar o'sha yerda bo'ladi do'stlar. Sog' bo'lasizlar.